Assalomu alaykum hammaga. O'zimizlar. Xo'p, bugun Online Gameplay kanalimizda Istanbul 2. Ya'ni deyarli buni Counter versiyasi, Counter ikkinchi telefon versiyasi desa bo'ladi. Qiziq o'yin. Ma'lumot uchun xotirani 2 beradigan ashurroq nimasini egalligi. Va har xil turdagi kunlari bor. Bunda asosan o'ynaydigan 5ta yo'nalishi bor. Ya'ni bomba, komandirli bomba, 1-1 duel, 2-2 duel, 2-2. Ya'ni bunda faqat nima hisoblanadi? Nechta o'ldirilgan killer hisoblanadi. Bunda 2-2 bomba qo'yiladi. Bunda komandir bol. Asosinlari shu. Bular trenirovka, boshqa narsalar. Asosan ko'pchilik o'ynaydigani bomba qo'yilgan. Birinchi o'yinimiz shunday bo'ladi. Birinchi o'yinimiz. Bu akkauntlar, skilllar haqida ma'lumot. Sherilar bilan set qilib o'ynaydi. Menimcha telefon uchun bu Counter telefon versiyasi uchun ancha yaxshi o'yin. Xo'sh, deyarli birga Böyle bu teröristlerini kurarlar. Hakem boshqacha deyarli qurollarni o'zgartirishi ham bor. Shoda sifar o'zgaradi. Qurolga nisbatan buni ko'pchilik biladi. Lekin nisbatan kontrga nisbatan tezroq davom etadi va ko'proq o'lish ehtimoli. Kirilar qayoqda o'lganini ham chiqarib, bu kartaga qarab shagi ham ishtiladi odamlar. Ko'pchilik desa deydi-yu, lekin o'zim orqasidan otishga urishsa bo'ladi ular. Hop, granata, molotov. Hozir 2 ketamiz. Başlamalarına aman ko'ra o'zimga yetyapti bor. To'g'ri ketamiz bundan o'ynaysiz. Yo'q. Ё-моё. Как bo'lam? Qatib qoldi. Granata qo'yildi. Hop, bizada bomba. Asosan o'yin 5-5 bo'ladi, lekin ba'zida ko'pchilik granata olish esdan chiqadi. Va bu granata o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi. Bomba 40 sekundda portlaydi.
Albatta deyarli kerak bo'lmagan servisni. Oba. Ой, Костюм. To'g'risi, anchadan beri zo'r deb o'ylamayman. Bomb has been planted. O'yin qilyapti o'zicha. Internet mashhur bo'lgan videolarni o'xshatmoqchida. Aytganku, bunda gaplashib ham chatda ham o'zi shu o'ynasa bo'ladi, esdan chiqmadi. Ham bu yerdan boshladi. Keyingi nimani ko'rsataman. Boshqa misol uchun Command Boy shularga o'xshagan narsalarni ko'rsataman. Juda ham ajoyib o'yin ketyapti. Ma'lumot uchun, o'yin qisqa shot ekan. Yo kontrlar, yo terrorlar ekan. Jinnilar bilan yetovorish to'g'ri aqllayapti. Qarab turganda men ko'zimni oqartirdim. Ko'rdinglarmi? Bir-birini tushunmasdan o'ynayotgan bo'ladi. Здесь. 3'e vur koyuyor. Молодец. Buraya dur. 6'ya 5'i Mayli. Shotini ko'rsataman. Tak, o'zi yetdik. Lekin nimaga tushunmadim. Ham birda chiqqanman, pul bo'yicha menimcha. Lekin bu ko'proq o'ldirgan. Ko'proq o'lgan ham lekin. Xo'p, bizaga o'yinning valyutasidan 45 tanga berdi. Xo'p, ko'pchilikning qiynaydigan savollardan biri PUBG'dagi Real Pass'ga o'xshagan narsa bor. Bunda Starter Pass bor. 15 gacha. Bu lekin Real Pass'ga o'xshamaydi, boshqa narsa. Shu odamlarga ham beraveradi. Xo'p, sira bilan endi Command Boy o'ynaydi, mana nimani o'ynaydi? Beholder. Bunda asosan 4 kishi bo'ladi. Yo'q, Command Boy'da 5 kishi bo'ladi, 5 o'yin bo'ladi. Unda qizig'i yo'q lekin qana qurol. Ko'proq o'ldirsangiz yaxshiroq qurol olasiz. Bunda bomba degan narsa bo'lmaydi. Nimani? Ikkala komandaning ham qurollari bo'ladi. O'yin boshlanmasidan oldin qoladi. Yo'q, o'yin boshlanib o'lishibdi. Yo'q, qurollarga Baba, asosiy o'yinlarda karta yotlab olish kerak. Uchta hurmatda o'ynagan xullas bunda jinoxona o'yin bilan
iloji boricha to'xtatib, harakat kerak. Boshiga otishga harakat qiladi, o'ynayotganda. Boshiga nechta otganda o'lishini bilmayman, lekin to'g'risi. Sanamaganman, lekin iloji boricha boshiga tegishsalar tezroq o'ladi. Oy, sniper var. Devorlardan o'tmaydi, lekin yaxshilardan o'tadi u. Mana bu devordan, yana eshikdan o'tadi. Kattalardan o'tadi. O'yin sodda, vaqt beradi, vaqtga qarab o'ynaysiz. Kim ko'p ochko yasa, shu komanda yutadi. Xo'p, men o'yinga qo'shilganim, o'yin bo'layotgan joyga qo'shilib qo'ydim. Lekin mag'lub o'tkazdi. O'yin valyutasida menda 5 dona valyuta berdi, qolganlarga 15 ta, 10 ta berdi. Hammaga ham beravermaydi bu narsani. Bu yerda o'yinda oxirida 3 ta yo'l chiqadi. Bittasini tanlayverasizlar. Mana hozir ko'pchilik buni tanladi. Hozirgi zona, hozir o'ynagan zonamiz. Bu yerda chat ham ochiladi keyin oxirida. Bu o'yinni keyin asosan o'zbeklar emas, ruslar o'ynaydi. Ko'proq ruslarni tashkil qiladi bu o'yin. O'yinchilari. Xo'p, keyingi o'yinlarimizdan sizlarga aytgan 4 kishilik o'yin. Bitta sherigingiz o'zingiz bo'lasiz. Unda ham bomba qo'yiladi asosan. Hozir ko'rinadi. O'yin boshlashida asosan so'rab oladi, aniq kirasanmi, ya'ni o'sha chiqib ketib qolmasligi uchun kirasanmi deydi. Ko'rsa ham rozi bo'ldi. Kimdir bosmasa oq bo'lib turaveradi bu. O'yin boshlanmaydi. O'ziga nima beradi? Boshlashga harakat qiladigan o'yinni. Asosan, misol ikkita bomba A va B qo'yiladigan joylari bo'lsa, bombaning bir dona nima bo'ladi? Zona bo'ladi, ya'ni o'sha A yoki B. Bir dona bo'ladi xolos bu narsalar. Boshlanishi counter bo'ldi. Terrorist bo'ldi. Tezada bomba bo'ladi. Keyin adashmasam 6 yoki 7 turdan keyin alishadi. Counterlar terrorlar counterga asosan 2 kishida o'ynaydi bu o'yinda. Ya'ni o'sha kuchli komandangiz va komanda a'zoyingiz o'zingiz. Bizda davomida men ko'proq qurol yoqadi. Ko'pchilik oddiy qurol yoqadi. Endi ko'proq menga bu qurol yoqadi. Teoriyada ikinchi qavatga chiqib olish kerak.
Şerigen teslimlerinde. Terrorists win. Oynayalım. Bitta-bittadan sherigingizga yo jamoadoshingizni o'rtatinglar. Hemen de böyle birimizle bir narsa olmuyor. İkisi oldu. Ortasında var. Kartada ko'rinadi. O'tgan dushman kartada ko'rinadi. Terrorists win. Maslahatim kartaga qarab o'ynaydi. Yok mu? Terrorists win. Biz erleştik. 7 geçen davam etti. Sonra işte Значит, sleeve bo'lib ketarkan. 8 ta o'yinda faqat yutsanglar sleeve bo'lib ketarkan. Ulaniki. Menimcha yomon emas. Xo'p. Yo-mayo. Men buni berdi sherigiga. Mayli. Bizaga 20 tanga o'yin valyutasini berdi. Endi ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin. Bu o'yin valyutasi nima uchun kerak degan savol. Xo'p, o'yin valyutasiga sonda sotib olinadi. Sondadan skinlar chiqishi mumkin. Misol, har bitta sonda 100 so'mdan 100 ta o'yin tangasi, ya'ni valyutasidan. Xo'p, ko'rish uchun mana bossanglar qaysi skinlar bo'lib chiqib qolishi mumkinligi beradi. Buni ichida oddiy skinlar ham bor, yaxshi skinlar ham bor. Misol uchun AVM uchun menimcha chiroyli bu skin. Oddiy qurollar uchun ham. Bitta eng prostoylari ham bor. Mana bor. Xo'p, men qarayman, men o'zimga yoqqan. Misol uchun men buni короче o'zimga yoqqanidan sotib olaman. Ko'proq menga AVM kerakli uchun. AVM emas, AWP deyiladi o'yinda-yu. Men buni olaman. Ochaman. Chiqqani menga vaqtli chiqdi. Blin. Keragi yo'q bu qurolda deyapti hech kim o'ynamaydi. Buni menimcha sotib olsa ham bo'ladi. Kerak bu haqida. Menimcha eng qiziq o'yinlari shu. Bu endi birga bir otishma bo'ladi. Har xil qurollar bo'ladi. Menimcha shundan boshqa asosiy o'yinlar yo'q bu o'yinda. Xo'p, like, comment kutamiz. Keyingi o'yinda qaysi o'yinlarni qilishimizni qoldiringlar. Obuna bo'lamiz, like bosamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.